Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Telegramda botdan nakrutka urishni o'rgataman. Telegram kanalga, guruhga. Xo'sh, uning uchun Telegramga kira olamiz. Telegramda izlaymiz. Mana bu. Smenbot ofitsialniy 2025. Xo'sh, foydalanuvchi nomini ko'ryapsizlar. Shuni yozsangiz qidiruvga Telegramda bizni botimiz chiqadi. Bu yerdan buyurtma berishni bosamiz. Telegram tanlaymiz. Obunachini tanlaymiz. Bu yerda arzon obunachi har xili bor. Endi siz xohlaganingizni tanlaysiz. Xohlasangiz qimmatini, xohlasangiz arzonini. Arzon obunachi 5 garantiyali uzoq muddat chiqib ketmaydi kanalingizdan. Bu arzon obunachi 1.28 arzon, juda ham arzon. Atigi 1000 so'm, 2000 so'm, 3000 so'm bo'ladi bir kasi. Endi bittasiga kira olamiz. Mana bunga masalan kirdi. Endi mingtasi 2050 so'm ekan. Tanlaymiz. Tanlashga bosib olamiz. Xo'sh. Sal internetim ishlamay qoldi mana hozir. Internet ishlamay qoldi. 1 minut. Endi ishladi menimcha. Ishladi. Endi 1000 ta zakaz. 1000 ta. Xo'sh. Ketmayapti-da, internet ishlamayapti. Ketdi. Endi kanalingiz linkini kiritasiz. Havolasini ommaviy havola bilan buyurtma qilasiz. Xo'sh, menda bitta kanalcha bor edi. Hozir shunikini kiritaman. Shu. Internetim sal qotyapti, to'g'ri tushunasizlar. Zakaz qabul qilindi. Endi faqat buyurtmani tasdiqlasak bo'ldi. Tasdiqladik. Ketdi. Bo'ldi, zakazimiz qabul qilindi. Mana. Endi boshida sizga endi hisobingizni to'ldirishingiz kerak-ku zakaz qilish uchun. Shuni ham o'rgatib o'rayman. Pastda hisobim bo'limiga kirasiz. Bu yerdan pul kiritish. Hozir men hisobimda 17502 so'm bor ekan. Pul kiritishni bosasiz. Xumoni bosasiz. Mana minimal to'lov 3000 so'm ekan. Kakras 3000 so'm mana shu wallet tagida turibdi-yu. 9860 kodi bilan boshlanyapti. Humo kart. Shunga to'lov qilib chekni yuborasiz adminga. Adminga yuborganingizdan keyin orqaga admin sizdan ID so'raydi. IDni esa mana ID raqam deb yozib qo'yibdi mana bu yerda. Ana shu ID raqamni nusxalab adminga tashlaysiz. U bot hisobingizni to'ldirib beradi. Menimcha hamma narsa tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat.